3,5 ming dolar dedimi yo 35 ming dolar dedilarmi? 3,5 dedi, doğru mu? Xato eshitmadik ya. Chinni bozordan 21 kvadratda joylashgan shu polkalari bilan shu magazini 3,5 ming dolara qo'ydilar. Kimda kim xarid etaman, shuda biznes etaman desa, chinni sotaman desalar, bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Dokumenti 100% taxt. Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar? Musofirdagilar, bu yandagilar, jami biznes qilsam deb yurgan insonlar, sizlarga arzon bahoda xudo xolasa o'tib qaytdi, ya'ni mashinistlarga o'tib qaytadigan shunda xoddan sizlarga Chinni bozori ichidan, ko'na bozorda lekin Chinni bozori ichidan sizlarga shuning 21 kvadratda joylashgan linoleumlari remontini ko'rib turibsizlar, shpakovkalar urilgan, chiroqlari tashalgan, muhimi polkalari qo'yilgan yerdan 3,5 ming dollarga magazin qo'yib beramiz. Endi qo'l xayri bo'ladi, o'zingiz bilasizlar. Yomon qaranglar, endi sizlarga beram ko'rsatib beraman. Bu tarafdan chiqadi olsangiz-da, hozir masalan Bag'dor ko'chadan keladigan mesta, bu yon tarafimiz esa ko'rib tursinlar, Chinni bozor. Chinni bozor. Gençlar, endi hozir geç bozor yanglashtirib aksiyon ketdikmiz biza. Bellar yanglashtirib tutdilar. Hozirna shuni chiqib turib chapaga kelsak, Bag'dor ko'cha yopib bo'yindan kirib keladigan stenka. Eğer bundan o'ngga burilib hozir hojatxona yonidan ko'pirda o'tsak, Qozog'istonga, всё, bundan chiqsangiz ham bo'ladi Qozog'istonga. Bu yana endi keyin bosh bozor o'tikladi. Geç bozor olib turibmiz. Ma'qul kelsa xarid etasizlar. Endi men buni novusini aytaman. Usti shipir ko'rib turibsizlar, sho'r. Yaxshi xarid etinglar, ekranda telefon nomeri qo'yaman, lekin ichi akkuratni ekan, haqiqatdan ham. Shudaki magazinlar bilan o'yi balanta hammasi deng. Muhim dokumenti bor. Misol, sizlar hozir buni sotib oladigan bo'lsangizlar, va xolasa minusga yurmaydi. Uchun nomasa endi o'tib qaytda o'tirgandan keyin boshqa o'z sotishingiz ham mumkin. O'zingiz asranglar, kelishadigan joyi bor.